Hammaga salom, aziz obunachilar, tomoshabinlar, videoni ko'rib turganlar. Bu bizning birinchi videomiz. Ana g'ozlarimiz uchun katta yashadik bugun ertalabda. Zakondan yer sotib oldik. Shuncha yerda. Endi mana fermalarimiz ketyapti. 500 ta g'ozini o'rdaymiz bor. Mana ular tuxumlaydi, tuxumga kirgan indigotka. Mana o'rdalar ham yuribdi, qonni to'q. Abitda o'rtasida video chiqarishga harakat qildik. Aynan abitda o'tlab yotib yurganini. Mana bu bizga uxlayotgan xonamiz. Bu zakon o'ralgan, qishda kirolmaydi. Agar kelsa ham itimiz bor. Odamni ko'rsa bo'ldi. Kamera ham bor. Donasini 30 mingdan sotamiz. Mana oqish bermaydi. G'ozlarga yangi uy qilyapmiz. Kichkina joyda yashamayapti. Bir ikkita kattaroq g'oz olib keldik. Ana yana suvda ham bor. O'rdalar ham yuribdi bizga ko'rinmasdan xohlardadir. Qaranglar, nomerni eshitib olinglar. Kerak bo'lsa o'zimiz olib borib toshib beramiz. Mana 500 ta nechta kerak bo'lsa so'rayliklar. Optimdan 5000 tushirib beramiz. Masalan 20 ta olib turgan bo'lsalari 15 ming. 15 tasini pulini qilib beramiz. Aytgancha like bosishdan chiqmasin. Like bossangiz boshqalarning ko'rishiga ham hissa qo'shgan bo'lasiz va kanalimizga obuna bo'ling. Mana yuribdi, yaqinda bular ham katta qoladi. O'zi biz bir oy bo'lib qoldi buni. Boqib turganimizda 2 haftalikda olganmiz. O'zimizda g'ag'ilda o'rdaydi. Odamni ko'rsa qochadi. Ovqat kerak bo'lsa o'zi olib yuradi. Ana endi go'tkalar ovqat tashlasangiz ham majburlab yegizdirmasangiz yemaydi. Tez yeyishni yomon ko'radi. Men bular sipirib tashlaydi yerga. Mana yotibdi bir qilga dangasalar suvga tushmasdan uyda maza qilib. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Like bosing, obuna qo'ying kanalimizga. Siz like bossangiz boshqalar ko'rishiga ham hissa qo'shgan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.